Assalomu alaykum. Aqlingizdagi insonni, qalbingizdagi, aqlingizdagi insonni sizga bo'lgan o'ylari, sizga nisbatan bo'lgan o'ylari, emotsiyalari va harakatlari qanaqa? Kim uchun bu rasklad? Voy. Aha. Anchadan beri mani erim qo'limni bog'lab qo'ygan, yo'limni to'sib qo'ygan, u menga hech nima ruxsat bermaydi deb o'tirgan inson haqida. Lekin hozir hayoti juda ham tez o'zgaryapti. Juda ham qiyin holatda o'tirgan insonni reska yo'llari ochilib ketadi hozir. Mana shu inson haqida. O'zini yig'ib olib, boshqatdan hayot boshlayotgan ayol haqida gap ketadi. Va boshqachasiga aytganda, agar erkak kishilar uchun ham bizni eshitayotgan bo'lsa, yo'lim to'siq deb o'ylayotgan erkaklar uchun hozir mana shu qiyinchiliklardan chiqasiz. Hayot yangitdan boshlaydi. Sizga ayol yordam beradi. Mana ikki xil insonlar uchun rasklad. Sizni aqlingizdagi inson, siz haqingizdagi o'ylari, emotsiyalar, hissiyotlari va harakatlari. Qanaqa uni bo'ladi sizga nisbatan o'ylari, nima o'ylayapti? Nimaga u jim turibdi? Nimaga jim turibdi? Nimaga oldingidaqa gaplashmayapmiz? U juda ham xohlayapti hozir uni o'ylari qanaqa? Boshqatdan boshlash, bu pauzadan chiqish, oldingidaqa maza qilib siz bilan suhbatlar qilish, do'stona gaplashish. Balkim sizni yaxshi ko'rgan insoningiz sizni do'stingizdir. Может, yoshlikda birga katta o'sgan bo'lishingiz mumkin. Mana shu inson haqida ketyapti gap va u o'ylayaptiki, что siz bu inson uchun eng qimmatli inson, qadrli inson. Siz bilan birga hayotga juft bo'lib, hayotga qadam qo'ymoqchi. Sizni Allohdan so'rab olgan bu inson. Lekin siz hozir xafa bo'lib unga e'tibor bermayapsiz. O'zingizni bozorga solyapsiz. Bu inson siz bilan boshqatdan munosabat boshlamoqchi. U ana shu haqida o'ylayapti. Va bitta qizchaga, o'zim o'quvchimga rasklad qilib berdim, hozir menga yozyapti. Muncha ajoyib chiroyli rasklad. Rahmat. Qanaqa ham to'g'ri deb yozib shuni SMS'lari keldi. Men общий rasklad qilaman xolos. Faqat o'zim yaqinlarimga qilib beraman xolos. Vaqtim yo'q, hamma insonlarga rasklad qilib o'tirishga menga chiqmay qo'yaveringlar. Menga kim o'qigisi kelsa, kursga yozilmoqchi bo'lsa, mana shular chiqsin. Nomer telefonim faqat o'qiyman deganlar uchun qoldirganman. Instagramda har xil kurslarim bor. Kurslarim haqida ma'lumotlar bor. Sizni qalbingizdagi inson, sizga bo'lgan hissiyotlari, sizga bo'lgan aqlingizdagi insonni, sizga bo'lgan emotsiyalari. O'ylayaptiki, что qanaqa qilib mana shu holatni to'g'rilasam ekan, unga hissiyotlarimni aytsam ekan. Emotsiyalari ko'p, lekin u juda ham zerikkan va emotsiyasi qanaqa? Mana
mana shu inson bilan birga qachon yashab olarmikan? Siz bilan bitta под одной крышей хочет жить. Topganini sizga olib kelib bermoqchi va jimlikdan chiqmoqchi. Oldingidagi hayot tuzgisi kelmayapti. U sizga bo'lgan hamma emotsiyalarini ko'rsatmoqchi. U juda uzoqda. Ko'p insonni, mana shu insonni uzoqda bo'ladi va internet orqali faqat gaplashadi-da. Bu inson siz bilan ko'p ishlar birga qilmoqchi. Baliq burchida bo'lishi mumkin, olov burchida. Sizni pari qilib ko'rsatyapti. Men uni sevaman. Men unga juda ham ko'p tikkanman deyapti-da. Munosabatlar ustida ishlaganman deyapti. Oldingidan ham zo'r bo'lsin deyapti. Kechalari shuni o'ylab uxlamaydi bechara. Kechalari shu hissiyotlari uni qiynaydi. Ой, как жалко. Так, harakatlari qanaqa bo'lar ekan sizga nisbatan? Harakatlari. Oppana. Siz aqlni yoqib olgansiz hozir. Mana shu siz sovuqlikni yoqib olgansiz. Xohlamaysiz. Haligi o'zingiz bozorga rosa so'yapsiz-da, u hozir shu sizni eritmoqchi. Agar xafa bo'lib munosabatdan chiqib ketgan bo'lsangiz, pulli deb urushgan bo'lsangiz, bizni pari qilib ko'rsatyapti sizni. Pulli deb urushgan bo'lsangiz, xafa bo'lgan bo'lsangiz, u sizga kam o'zini hissiyotlari haqida gapirgan bo'lsa, hozir aytmoqchi qanchalik sizni yaxshi ko'rishini. SMS olasiz, telefon qiladi va birga bo'lib, birga yashaylik deb sizga nima qiladi? Предложение qiladi. Sizni hech kim bilan bo'lishgisi kelmayapti, hech kimga berib qo'ygisi kelmayapti. Sizga juda bog'liq bu insonda, juda ham bog'liq. Bir gap aytaymi? Kimdir mana shu munosabatda issiq sovuq qilgan. Qizlar, unaqa narsalar yaxshi emas. Chunki menga hozir ko'p odam murojaat qilyapti. Oppa, nimadirlar qilib berasizmi? Tozalovlar, nima issiq sovuqlar qilib. Men qilmayman unaqa narsa. Chunki men psixologman. Men gipnoterapevtman. Refleksoterapevtman. Inson ong osti bilan ishlayman. Hayotda ikkita kuchi bor. Bittasi sevgi, bittasi qo'rquv. Kim sevgi orqali yashaydi, Alloh yo'ldan ketadi. Kim qo'rquv ostida yashaydi, u shayton yo'ldan ketadi. Inson Alloh yo'ldan ketishni tanlamayaptimi? U qo'rqib yashayaptimi? U shaytonga bo'ysunyapti. Inson har xil issiq sovuq qilganda, qanaqadir tozalovlar qilganda, u xato qiladi. Chunki hech qanaqa tozalov ishlamaydi. Sizni hayotingizga kelgan muammo siz yangi etapga chiqish, yangi darajaga chiqish uchun beriladi. Siz uni o'tmasdan, bu yo'lni o'tmasdan, tajribasini olmasdan siz orqaga ketdingiz. Kimdir sizni hayotingizni chistga, tozalov qilib berganda shunga ishonasiz. Bular hammasi ishlamaydi. Faqat tajriba olib yangi darajaga chiqish ishlaydi hayotda-da. Hamma munosabat biz tajriba olishimiz uchun. Bizni ruhimiz yerga tajriba olgani kelgan. Agar siz shunaqa insonlarga murojaat qilyapti ekansiz, shayton bilan bo'lgan bog'liq. Ular to'g'risini aytsam, Xudoga sig'inmaydi. Ularni nimasi, kontrakti diyavol bilan, shayton bilan, iblis bilan bo'lgan kontrakti bo'ladi. Siz mana shu kontraktni yana ham kuchaytirishga pul to'layapsiz. Bu hech qachon savobga olib kelmaydi. Menga unaqa telefon qilmanglar.
man diplomированный spesialistman. Hayotda xato qilishga bunaqa ishlar orqali qo'rqaman. Qo'rqmayman, qilmayman bunaqa ishlarni. Men odamlarni ongli ravishda yashashga o'rgatishga harakat qilaman. Chunki qarang, bu inson kimdir bu insonni o'zini mana shu yaxshi ko'rgan insonini xohlayapti. Shayton ishlari orqali bog'lash va qilgan ham bu ishni. Siz mana shu ishni qilib o'zingiz yo'lingizni tosyapsiz. Siz ko'rmayapsiz haqiqatni. Siz o'zingizni ijodingizni ko'rmayapsiz. Hayotda nima uchun kelganingizni, maqsadlaringizni ko'rmayapsiz. Buni orqasidan siz sevgi topmaysiz. Sizga sevgi yopiladi. Lekin sizni taqdiringizda haqiqiy sevgini uchratish bor. Bu inson bilanmi, bu inson bilan emasmi? Lekin haqiqiy sevgini tatib ko'rish bor. Uning uchun qo'rquvdan chiqsangiz, o'zingizni himoya qilishdan, har xil rollar o'ynashdan to'xtatsangiz, ozgina sabr qilsangiz, siz farovonlikka chiqasiz, mo'lko'llikka chiqasiz. Va siz g'olib bo'lasiz bu dunyoda. Tushunib yetasiz. Bu inson siz tomonga harakat qiladi. Subhanalloh, mashalloh, zo'r chiqyapti va hamma orzularingiz amalga oshadi. Prosta shayton yo'ldan yurmang deyapti. U siz tomonga harakat qilyapti, lekin siz o'zingiz mana shuni o'zingizdan suryapsiz-da, uzoqlashyapsiz. Mana sizga kartalar gapirib turibdi hamda. Что to'g'ri yo'ldan boring. Yopiq fanlarga qiziqishingiz bo'lsa, mana shu tomonlama rivojlaning, lekin magiyaga bormang. Magiyani oq magiya bor, qora magiya bor. Oq bularni men sizga hozir tushuntirib yetdim. Aqlingizni ishlating. U inson shundoq ham sizni juda ham yaxshi ko'radi. Sizga hozir takliflar bilan keladi. Birga qilaylik deydi. Birga bo'laylik deydi. Siz o'zingiz yo'lingizni o'zingiz to'sasiz aytib qo'ying, agar shu ishdan to'xtamasangiz. Hissiyotlarni ko'rsatmaydigan sovuqroq inson chiqdi. Lekin bu insonga shu xarakter kerak. Chunki har xil insonlar borda. Masalan, kimdir bor hissiyotlarni sizga ko'rsatadi, kimdir harakatini ko'rsatadi, harakati bilan. Chunki qaysidir erkaklarga, qaysidir ayollarga ko'proq aql berilganda, aqlni ishlatadi u katta ishlar qilish uchun, bizneslar qilish uchun, davlat ishlarida ishlash uchun, militsiya bo'lish uchun, наконец, bilin. Unga sovuqlik kerak-da. Yurak orqasidan, olov orqasidan yursa, u o'zining ishlarini bajara olmay qoladi. Qaysidir erkaklar ayollarni xursand qilishni, hammasiga chiroyli gaplar bilan lapshani ilib yuraveradi. Может быть, от души, yurakdan hammani xursand qilish xohlaydi, lekin hech qachon u oxirigacha bormaydi. Va bu suv burchidagilar, havo burchidagilar, bular hammasi sovuq insonlar. Ularga kerak, Alloh ularni ishlatadi odamlarni boshqarish uchun. Поэтому shuning uchun siz aqlni ishlating. Agar bu inson sizga hamma bor hissiyotlarni ko'rsata olmayapti, lekin u harakat bilan ko'rsatyapti. Menga mana shu narsa chiqdi hozir. Sen undan hissiyotlar kutma. Hozir sen uni mana shu hissiyotlarini ko'rsat deb, meni sevasanmi deb joniga tegyapsiz, lekin u ko'rsata olmaydi, u gapira olmaydi bu haqida. U xohlayapti siz bilan birga bo'lishni. SMS yozadi, telefon qiladi hozir uni harakatlari sizga nisbatan. Lekin siz harakat qiling tushunishga. Bu inson oxirigacha sizga ichida bo'layotgan, ichida nimalar yonayotganini aytmaydi. Qilayotgan harakatidan ko'rib oling. Zo'r inson chiqdi. Siz uchun maslahat. Hozir yangi shans bilan keladi. Ancha pauza bo'lgan, oreladi. Hozir keladi
martabar birga bo'laylik deb, chunki juda ham yonib ketgan bitta joy. Sog'ingan. Rahmat.